O. Zo'r. Nashta qolib. Ha, birinchi o'zim ismimni yozaman. Hop. O. Nima yozaman? Endi Imonni sen ismini yozishni bilasanmi? Ismini yozasan. Imon deb yoz. Mana tepada. M O N A. Ertalab yeydigan narsa chiqdi. Imon deb qo'yibsan. Imon. O'zim yozib beraman. Nima bu? Imon radio. Bundan oldingizda Imon deb yozilgan ekan. Adashib ketibmiz.